Hammaga assalomu alaykum. USDGPY'da 1/3 nisbatda Pro 1/3.6 risk reward nisbatda ushalgan long pozitsiya bo'yicha test rejimda rekap qilib ko'raman. CRT bo'yicha entry qilingan. Bu before bo'ladi USDGPY'da. Hop, after mana. Bu after 30 minutlikdamda 30 minutga o'tamiz. Bu after hisoblanadi. Hop, nima bo'yicha entry qilindi? Birinchi daily weeklyga tushdim. Weeklyga tushganimdan keyin narxni ko'rdimda. Nimagadir weeklyga tushib keldim. Tushganimdan keyin bozor agressiv weekly FVG ga tushayotganini sezdim. Weekly FVG ni key level deb oldim. Keyin daily time frame ga o'tdim. Daily time frame da CRT high CRT low ni belgilab oldim. Mana. Xo'sh, mana CRT high yaqinlashtiray. CRT high, CRT low. CRT traderlar yaxshi biladi. Bundan oldingi switchlar open high close ga chiroyli tusha olmaydi, chunki mana bu weekni o'zida yopilib qolgan. Shuning uchun agressiv entry qilindi. Lekin tepa oldik, xudoga shukr, 1/3.5 nisbatda. Nimaga buni rekap qilyapman? Chunki daily CRT ni hamma ham ishonmaydi. CRT trader bo'lgani bilan ko'pchilik traderlar H4, H1, M15 dagi CRTlar bo'yicha ishlaydi. M15 emas, biz ko'pchiligi, ya'ni 70-80% H4 bo'yicha ishlaydi. Nimani aytmoqchiman? 240 pipsli zelka edi CRT da, daily dagi. Xo'sh, endi savollar tug'ilishi mumkin ko'rayotgan odamda. Daily da CRT bo'ldi, xo'sh, endi nima bo'ladi? Qanday entry qilinadi deyish mumkin. H4 ga o'tamiz. H4 da ham CRT ko'ramiz. H4 da ham CRT belgilab olganimizdan keyin 369 hamma biladi. 369 yo'q, adashdim, 159. 369 bo'lsa noto'g'ri tushib qoladi. 159 bo'yicha. 159 bo'yicha 1 yoki 5 yoki 9 soatlardagi CRT high CRT low ni belgilab oldim. CRT high CRT low sweep qilingandan keyin entry qilsak bo'ladi. Kichkinaroq time frame ga tushib, albatta H4 da entry qilish ham qiyin, chunki advanced darajadagi trader CRT trader H1 da entry qila olsa kerak menimcha, daily da CRT bo'lsa. H1 ga tushamiz. H1 ga tushganimizdan keyin H1 dan FVG OB larni respect qilayotganini ko'rgan holda entry qildim. Entry FVG ni 50%, FVG ni 50% da entry qilib, stopda CRT low ga emas, FVG ni minimum nuqtasiga qo'yildi. Stop bu yerga qo'yildi. FVG ni shu nuqtasiga qo'yildi. FVG shu yerda. Xo'p, FVG ni oxiri tugashi shu yerda demoqchiman-da. Xo'p, endi bu CRT bo'yicha. Men CRT buni ko'rganimdan keyin bu yerda 3 ta teoriya bo'yicha entry qila oladi, agar 3 ta teoriyani ham bilgan odam. Birinchidan SMC bo'yicha entry qilsa bo'ladi. Bu yerda boss harakat boshlanganda mana boss o'zini minimumini yangilayapti. Boss bo'ladi-da. Keyin marta bu ham boss bo'ladi. Keyin bu minimum yangila olmaydi. Bu cho'ch bo'ladi. Keyin maksimumga o'tamiz. Boss bo'lib ketadi. Xo'p, bu SMC bo'yicha entry bo'ladi. SMC bo'yicha entry bu yerdan eng yaqin likvid zonagacha. Makkacha qo'ysak bo'ladi tepani. Stopda low ga qo'yiladi-da, stopda low ga qo'yib, tepani bu SMC trader emasman, CRT traderman. Shuning uchun nima demoqchiman?
Bu SMC bo'yicha entry. Hamma narsa fraktal, faqat mantig'i bir, yo'li har xil bo'ladi. Endi qaranglar. ICT trader bo'lsangiz, ICT traderda traderlarda trendline liquid degan teoriya desak bo'ladimi, gipoteza desak bo'ladimi, shunaqa bor. Trendline liquid chizamiz. Line chizamiz. Line'ni buzdimi? Buzganidan keyin mayli, ketsa ketaversin, agar qaytsa entry qilamiz. Mana belgilab qo'yganim. Trend linega yana qaytib berdida. Endi bu yerda take profit qayerda bo'ladi desanglar, take profit bu yerda bo'ladi. Take profit shu yerga tepani qo'yib, stop to low ga qo'yamiz, tepani shu yerga qo'yib entry qilsa bo'laveradi. Lekin CRT trader bo'lganligimiz uchun H4 da H1 da entry qildim. FVG ni 50% da entry qilindi. Struktura buzilgandan keyin, MSS bergandan keyin обязательно 1.3,5 240 pipsli zelka ushaldi. Agar H4 da yoki H1 da CRT bo'lsa, H4 da yoki H1 da CRT bo'lsa, bu boshqacha entry bo'ladi. M15 da entry qilaman. H4 dagi CRT bo'lsa, H4 dagi CRT mana bu CRT. Bu CRT bo'yicha ham rekap qilib ko'raman testiy rejimda. Hozircha bu rekapni tugatamiz. 240 pipsli сделка analiz o'xshadi. Before ni yana bitta ko'rsatib qo'yay. Bu before, bu after bo'ladi. Nimaga CRT high gacha tepa turibdi-yu, nimaga CRT high shortgacha ushamadingiz degan savol bo'lishi mumkin. Chunki o'sha kuni bizda yangilik bor edi. Yangilik oqizvordi nimani? USDJPY'da oqizvorgandan keyin bezubitkani urarmidi, urmarmidi? Bezubitkani bu yerlarga qo'ysak обязательно urardi. Bu yerga qo'ysa urmasdi, lekin bezubitka qilganimda CRT ni 50% da bitta zelkani yopildi. CRT ni shu yerda 80% da bitta zelkani yopildi yangilikdan oldin. Bezubitka qilgim kelmadi. Stop loss yoki take profit degan qanaqadir moto bor. Unga amal qilgan holdami bilmadim, lekin yangilikdan oldin zelkani yopdim. Xo'p, hozircha shu USDJPY'da ushalgan shu zelka yana bir qator bitta ko'rsatib qo'yay, qancha yurib berganini. 245 pips yurib bergan, 3 kun ushalgan. Mayli, hammaga omad. Rahmat.